Assalomu sizlar bilan men Abbos Gamer. Bugungi videoda men qamoq quraman. Qanaqa qamoq desangiz, o'tib bo'lmaydigan qamoqlar sizlarga yasab ko'rsataman sizlarga. Unda videoni boshlaymiz. Bizga kerakli bo'ladigan narsalar mana bu bo'ldi. Keyin bittadan qurish boshlaymiz. Umuman qochib bo'lmaydigan qamoq xona. Tak, endi esa mana chiqsak. Deylar. Bunday qilsak bo'ladi. Keyingisida eng oson qamoqlarni ko'rsatib chiqaman. Mana shuni yasab bo'lgandan keyin endi bu yog'ini bunday qilsak. Chiqaramiz. Bo'ldi. Endi tagini bedrock eshik. Biroqlar biladi-yu, bunaqa qilishni. Bitta turayotgan dastakda bunday qilib bosib olishi mumkin. Qanday qildirari bilmadim. Bir xillar shunaqa qiladi. Bir xil odamlar. Ne qilsa bo'lmas ekan. Mana hech bala ko'rinmaydi. Pastiga qo'ysanglar obunachilar, bunda hech bala qilolmaydi. Anchadan video olmadim. Shunday hech bala qilolmaydi endi. Endi esa biz obunachilar o'rab chiqamiz. Bedrockni. Albatta kichkina bo'ladi. Bedrock Minecraftda sindirib bo'lmaydigan narsa-yu. Endi qurib chiqaramiz. Bir xillar qaranglar. Obunachilar bitta ana turgan bo'lsa, bitta kimdir kelib qolsa, yordam ber, $200,000 beraman desa yordam berar. Shuningdek, bedrock qo'yamiz, obsidian. Endi qafasimiz tayyor. Ham portlatib bo'lmaydi. Agar tagida esimizdan chiqarib qo'ysak, kimdir qochib keta oladi. Nega aytaymi? Pastidan kovlab chiqadilar obunachilar. Hozir birinchi levelni quryapmiz, birinchi uy. Mana quryapmiz. Qamoqni, dabdala qamoq bo'lishi mumkin, lekin qochib bo'lmaydi. Hech bala ham qila olmaydi. Mana ko'rishinglar mumkin qamoqni ichiga. Salgina shamollab qolgan, yotolmayman. Bu yoqqa bunday to'xtaylar. Bu yoqqa obunachilar qo'yib chiqsak bo'ldi. Fakilni hech bala qilib bo'lmaydi albatta. Qamoqdagi jazosini, rosa ko'p jazosini oladigan bo'lsa, mana shu buxlaydi. Mayli birinchi leveldagini ko'ramiz, bunday qilamiz. Sandiqqa hech bala qo'ymaymiz. Shundan. Keyin kimdir olmozli kelib o'yindan berib qolishi mumkin. Shunday o'rab tashlaymiz.
kimdir bunaqa qaraydi. Obunachilar filtrni sezmayapti, tunda keladi-da, tunda mana bunaqa. Keladi, saklaydi. Keyin sekin o'zida olmos kepkani oladi. Sindirib oladi. Biz unga yo'l qo'ymaymiz. Shuning uchun bedrock bilan urab chiqamiz. Na. Bedrock'u chunki sindirib bo'lmaydi. Dinamitlarni ham bedrock'dan urab chiqamiz. Vashsi. Bo'lish uchun sindirib bo'lmaydigan hamma yoqni urab chiqamiz. Tak, endi betni ham endi esa bunkerga o'xshab qolyapti, lekin qaranglar. Baho beringlar o'zlar. Shularga. Hozir bir xillar mamnaq deb o'ylaydi-yu. Dastlabki bu yoqqa qo'ysam. To'xtanglar. Nega ochilmayapti? Bo'ldi, qanday ochish uchun. Bunday keladi, ochadi, kiradi, mana qaranglar. Yopadi, keyin qanday ochadi? O'ylab o'tiradi. Agar bu yerda deb sindirsa, sindira olmaydi. Bir xillar o'ylash mumkin, kovlab ketadi. Biz bunga yo'l qo'ymaymiz, o'zim ham bilib turgan edim. Hammasini o'rab chiqamiz. Bedrock bilan. Chunki hammani kallasi ishlashi mumkin. Olmozlik kepkani hammasini olib qo'ysak, chipiloqmaydi. O'zim qamalib qoldim shu joyga. Uzaman hozir. 3, 2, 1. O'zi kreativ buzilib ketadi hamma narsa. Mana ko'rishinglar mumkin, birinchi live'ni ham qurib bo'ldik. Unda o'zimiz o'tib ko'ramiz. Videoni o'chirib turaman. Bo'ldi, mana ichiga ham kirib oldim. Endi bu yerda qaranglar, nima qilasizlar? Qarasa o'ylaydi odam, bir xil odamni o'ylaydi, bir fakil sindiradi. Olib bo'lishi mumkin. Sindirgandan keyin nima qiladi? Nima qilish kerak? Mana ko'rishinglar mumkin. Hech kim bilmaydi nima qilishni. Yo'taveradi, zirkadi, o'ladi, chirib ketadi. Nima qilaveradi, yotadi, o'lib ketadi, chirib ketadi. Qanaqasiga chirib ketadi? Qamoqdan chiqarib deyishingiz mumkin. Juda katta jazo bo'lsa, yomon bo'ladi. Agar chirib ketadi o'sha yerda. O'qotamaymiz, o'zim ketadi, chirib ketadi. Mayli, hech kim o'ta olmadi bundan. Mana obunachilar, hech kim o'ta olmadi bu qamoqda. Endi esa ikkinchi live'ga o'tamiz. 5-chi live'ning qanaqa bo'lishini bilasizlarmi? Keyin ko'rsatib o'taman. Mana endi esa qurishni davom etamiz obunachilar. Endi na. Bitta o'ynayam qilmaymiz. Obunachilar o'rab chiqamiz, faqat o'rab chiqamiz. Endi esa taglarni o'rab chiqamiz. Bittasini ham qoldirmaymiz. Bedrock.
endi bo'ldi. Tushamiz va tushamiz. O'rab chiqamiz. Endi ne qilamiz? Davom etamiz. Shu ishlarni. Agar ba'zi bir o'ylash mumkin. Biz ikkinchi levelni boshqacha qilamiz tagini. Tagini nega qo'yapsiz desanglar, hozir bilib olasizlar. Hozir ko'rasizlar burası. Ko'p vaqt ketish kerak. Ko'p vaqt ketmaydi. Tagini lava bilan. Tagini lava ana kimdir kovlasa tushib o'ladi. Bilasizlar, o'zi lava jonni oladi. Ana tushib ketadi. Shuningdek, endi tagini hamnaqa bilan bir xillarga bunday qo'yib chiqamiz va bedrockdan qilishimiz kerak. Adashib ketdim obunachilar. Boya obsidian qilganimizga. Ko'rchilar mumkin bugunga e'tibor berdi. Odamlar bir xillari. Tagini lava qilsak zo'r bo'ladi. Shunda ham yerga hamma tarqalib ketadi. To'xtanglar, tagini polni lava qilish kerak. O'tib ketadi. Tag qo'yib qo'yamiz. To'ldi lava bilan obunachilar. Endi esa qo'yib chiqamiz. Ana. Mana endi o'rab chiqamiz obunachilar. Bo'ldi. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Hech kim qocha olmaydi bu yerda. Obunachilar. Haykallar qo'yib chiqamiz, qorong'uda o'tiradi. Peki yotoq qo'yib, meya qo'yib. Mayli. Yustak o'zimiz qo'yib qo'yamiz. Hech kim sezmaydi. Mana endi esa hozir bular tashlaymiz. Sizlarga ko'rsatib chiqaman qamoqxonamni. Qol mana ko'rishingiz mumkin qamoqxonani. Hozir videoni o'chirib turaman. Jonli quvvat. Va mana obunachilar, mana bu masala o'g'ri bo'lib turibsam, hech bala qila olmaydi. Mana bedrock bilan o'rab qo'yildi. Sizlar kimdirlar o'rab qo'ydi. Bo'ldi endi. Shu yerda har kuni o'tiradi. Qorni ochsa sindiradi va ovqat berish uchun hamma ovqat beradi. Masalan, qamoqxonada shunaqa dabdala ovqatlar beradi. Bitta nafaslar, bitta bunkerda. Bu yerda esa bunkerda obunachilar bunkerda o'tirsanglar mumkin. O'tirib ham chirib ketadi-da hamma yer.
Sizlar ham bir xillar virusidagi hammasini sindirib ko'rsa ko'radi. U yes, yo'l topdi. Yes. Hech kim ko'rmayapti. Kamera qo'ymaydi. Bir xillar e'tibor bermasdan lavaga tushib ketadi. Yo'q, kuyib ketyapman deydi. Vashi yomon bo'ladi. Endi 3-levelga o'tamiz. 3-level kurashlar hozir. Mana obunachilar 3-levelga ham o'tamiz. 3-levelda nima qilamiz aytaylik. Mana kichkina bo'ladi bu. Lekin prosta kichkina bo'ladi. Mana endi esa vakil bitta. Bu yoqqa bitta. Bo'ldi. Mana obunachilar. Mana kichkina bo'ladi qamoqxona. Bitta o'tiradi. O'lib ketadi. Qorni ochib o'ladi. Shuningdek, mana endi 4-levelga ham o'tamiz. Buni hech palla ham o'tolmaydi. Eshak ham o'tolmaydi bu yerda. Endi esa bizning anamizga endi nechinchi level? 1 2 3 4-levelga keldik. 4-levelda bunaqa bo'ladi. Vashi qiyin. Kimdirlar vashi qattiq ko'p odam o'ldirib tashlagan bo'lsa kimdirlari hozir sizlarga bitta yo'lini ko'rsataman. Minecraftda. Ochasizlar portal. Keyin bu yoqqa sekin o'rab chiqasizlar portalni. Ne o'rab chiqasizlar. Polislarda kimdir qattiq jazo, ana kimdir ko'p odamni o'ldirib tashlagan bo'lsa, o'sha xotin bitta yo'lini ko'rsatib beraman sizlarga. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ysanglar, ko'rsataman. Ana obunachilar endi kiradi. Ko'rdinglarmi? Nima qaranglar? Hozir toplayman. Nima qilaman? To'platamiz. Qanaqa ko'rsaman sizlarga nima qilishni. Bombalar qo'yib chiqamiz. Endi portlatamiz. Endi esa ustidan lava qo'yib chiqsak bo'lgani. Men eski versiyada o'ynayapman, sababi mana ko'rishingiz mumkin. Endi bu yerda olov qiynash uchun yo'lini topdim. Endi boramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Portal nima qildi? Hozir mana bularchilar qaytib keldi. Bitta nima qiladi? Yotoq qo'yamiz.
o'qiyman deydi, mana kelsa portalga kirsa hech balo yo'q bo'ladi. O'zimizning qamoqxonamiz kerak emas. Endi esa mana shu joyda paydo bo'ladi. Xom go'sht yeydi bu yerda. O'zim qidira olmayapman, mana shu yerga. Quramiz endi. Boshqatdan portal ochamiz obunachilar. Qaranglar, Nito qaranglar, shunaqa eski versiyani o'ynamanglar, to'g'risini aytsam. Yon versiya, to'g'risini aytsam, vashi daddalar. Qurgan joylarda yo'q qo'yamiz. Boshqatdan ochsanglar, hani buziladi, portal bitta buzadi. Bo'ldi. Boshqa joyda paydo bo'ldim. Mana qurayotgan joyimiz obunachilar. Bu juda ham daddala. Mana birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi level. Mana shu yerda bunday qilib qo'ysanglar, o'rab qo'ysanglar bo'ldi. Hech kim qochon. Endi 5-level. Bu yerda eng yomoni o'sha. Hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Mana qurishni davom etamiz. Bunday qo'yib chiqsak. Endi esa nega taxtali ish qo'yapsiz desangiz, savolga javob topamiz keyin. Sizlarga ko'rsatib beraman. 5-leveldagi qisqar. Bitta to'xtanglar. Bo'ldi, qurish davom etamiz. Endi esa qo'yib chiqsak. Bo'lgani. Mana endi esa aytgancha tagini buzib turadi. Hozir ko'rmayman. Yo'q qo'yamiz metini. Dabdala chiqishi mumkin, hozir ko'rsatib beraman. Qanaqada dabdala chiqmaydimi men? Qaranglar endi. Hamlaqani qo'yamiz. Qishga. Endi esa bizga mana bu kerak bo'ladi. Nega qilyapsiz? Hamon narsa bilan qo'limdagi urab chiqar. Nima deyiladi? Kukunni shunaqa deyiladi. Endi olamdagi nega qo'yapsiz desangiz, ikkalasini chiqsa bo'ldi. Shunda zo'r narsa paydo bo'ladi. Chiqib qo'yamiz hozir. Qo'yib chiqsak, ya'ni yugurib tez qo'yib chiqsak bo'ldi. Endi shu yoqib chiqamiz. Kimdir o'tishga harakat qiladi bu yerda. Qaranglar, bu o't yoqib eshiklarga. Qarang, yordam beringlar demaydi-da. Ochiq eshikkan deydi-da. Keyin chiqadi, olovda yonib ketadi, yuguradi-yu. Yugurganda ana zo'r mayli. Bitar metal lava bo'ladi. Lavaga tushib o'lib ketadi. Metta esa ana damlamalar otadi, yog'mog'iz. Bo'ldi, shuni o'ldirib olsa bo'ladi. Shunda va shakallasi ham ishlamaydi. Avtlarga chiqamiz. Endi chuqur kovrash davom etamiz. 2 blokdan to'xtanglar. Birinchisida qaranglar, misol uchun hamma qarasada yugurib bo'lmaydi, to'g'rimi?
Hozir buni sizlarga ko'rsatib beraman. Bu qo'limiz videoni o'chirib turaman. Mana obunachilar qo'yib chiqdik. Endi bo'lsa biz hozir o'rab chiqamiz bularni. O'zimiz ham obunachilar o'tib ko'ramiz bu qamoqdan. Endi esa lavalisi yotamiz. Bitta etiqli xato. To'g'rilar bu yoqroqqa qo'yaylik. Qo'yib chiqsak, shunday esa to'xtanglar. Boshqa qamoqxonaga kelib qoldik. Bitta esa yalmog'izlar bo'ladi. Bana koyalım. Koyu çıkaralım kozana. Ülke tepiyor mu? Mana endi bular yonib ketsin. Mana obunachilar endi ustiga bitta lava qo'yib qo'yamiz. Ba'zi birovlar quflab qo'yadi. Ertaga quflab qo'yadilar. Bitta başı qo'yib ketadi. Is qo'yib ketadi. To'xtanglar, to'g'irlash kerak buni. Mana obunachilar o'xshadi. Mana endi o'zimiz ham o'tib ko'ramiz. Hozir videoni o'chirib ichiga kiraman. Mana obunachilar, mana ichiga kirib oldim videobaniyadaman. Voy, olov bor ekan deydi, nima qilaman? Keyin yugurib o'tkazaman deydi-da. 3 qaranglar. O'cholmaydi. Hammasi o'tadi. O'ldi. Mana o'zlarim ko'rishga assalomu alaykum. O'tadigan bratchikalarim. Sen qumurskamanmi men senga? O'ldir, aqli yetsa. O'ldir. O'ldir. Har turlardan obunachilar, yalmog'izlar, qaranglar, tupoy. Hozir chiqaman. Mana obunachilar, survival bo'lamiz. Ha, senlar tupoylarsanlar. Urib qo'yaman endi, to'xtanglar. Endi ko'radi, ayab o'tiriyor. Bo'ldi. Hammasi o'ladi.
O'ldiramiz hozir obunachilar. Bu yaramas jalmozlari. Meni o'ldirib qo'ydi mana shunda. Ko'rasizlar. Ataka qilaman bularga. O'ldirish atakasi. Endi obunachilar sizlar bilan xayrlashgan vaqt keldi. Obunachilar mana o'zinglar ham ko'rdinglar. 5-levelgacha qamoqxonani qurdim. Va sizlar bilan Megabos bo'lib kanalga obuna bo'ldinglar. Kommentariyada yozib yuboringlar. Nima qilishi? Mana bu Do'dir degan yalmog'izga ataka qildik. Soqqani uramiz soqqaga. Hammaga xayr, sog' bo'lib omon bo'linglar.